Biz Shoizinda maqbarasiga biz mana shu hammasi qabriston, mana shu ko'rga hamma yerga mana xonachilar har bir mana Shoizinda mana shu mana ayam mana Ilg'oraka Sanjar mana yanga ichkari qabriston mana tepali hammasi qabr, mana tepali hammasi qabr. Hamma yer qabr mana shu yerlar. Mana tomosha qilinglar, tomosha qilib o'ringlar mana shu Shoizinda maqbarasi ekan. Mana Xudontula yetkizdi. Oyam bilan kelib mana ziyorat qilyapmiz. Mana Nuriydi boriga shukr, Nurga aytib boring deb bir sababchi Nurik bo'yli she'rga. Alloh Nurdan rozi bo'lsin, Nurikdan ham. Mana hammasi qabristonimiz qabr mana shu. Mana bu ichkari ham qabr mana. Mana tepalar mana shu birontasi Islom Karimov buzirib bir joyni buzirgan ekan, shu qilolmagan, terolmagan. O'pshi topib bunaqa o'zlari qilmagan, shu uchun tegmagan, shu holatda qolgan. Shoizinda o'z holiga qolgan. Biron narsa qilinmagan. Eski holatga qolgan bu yer. Bu vahshiy zo'r mana. Shunga aylanamiz mana. Alloh rozi bo'lsin. Hammalaringni kim tomosha qilayotgan bo'lsa, Xudoim to'la hammani Alloh niyatiga yetkazsin mana. Biz kech aylanamiz mana hammasi qabr mana. Mana bu qabrlar mana. Har bir qabr. Mana yer tomosha qilinglar mana. Stenlarni qaranglar. Mana kay stena. Mana maqbaralar. O'z bo'lamiz, bitta oyat o'qiymiz. Pastga nasib bo'lsa keyin chiqib ketamiz, Xudo xolasa inshaalloh. O'zbekiston tomosha qildik. Islom Karimov qabrini tomosha ko'rdik. Yana qayerda? Samarqandda aylanyapmiz, ham yerini tomosha qilyapmiz. Sayohatga kelganmiz, 4 kunlik 5 kun sayohatga biz mana shu yerga. Sayohatga biz. Mana yerlar tomosha qilinglar mana. Maslar ko'rsatmaslar, har bir joylarni ko'rsataman. Yarim kecha agar videomiz sal bekatsa bo'lsa uzr hammalaringni uzr so'rayman. Mana kechasi yarim kecha syomka qilingan syomka. Mana aka. Mana aka. Chiqib ketgan joylar. Weekendda ham birinchi narxi ovqat bo'ldi-ku. Mana aka tomosha qilinglar. Weekendda narxi ovqat bu doktorlar dedi. Mana bansaga o'tganda shuni ichida ovqatlar yedi. Kasallik edi. Stenasi tomosha qilinglar. Stenasi umuman bu stenasi ko'p. Ko'ringlar bunaqa. Qanday buni terganda hech hayron qo'laman. Nimaligini bilmayapman-da. Kafel bo'lsa, kafel kim? Mana ichini tomosha qilinglar. İçini ko'rsatmaslar yana hozir mana ichini. Mana kirdik. Mana tepasini qaranglar. Женщин зовут мужскими именами. Вот здесь сестра Шерембек Око. Шерембек это Ако, у нее, по-моему, папа. Шерембек Ако. А, типа